Assalomu alaykum, qadrli kanal kuzatuvchilari. Bugungi video obzorimizda Qadamjoy rayoni Aqqayin yaylovining eng yuqori cho'qqida joylashgan Archabel dachasi haqida bugun gaplashamiz. Do'stlar, bu joyimiz o'ta chiroyli, manzarali. Haqiqatan dam oladigan joy ekan. Eng yuqoridagi dacha shu ekan. Xo'p, past tomonlarda ham bir 10 tacha dam oladigan joylar bor, lekin eng yuqori cho'qqisi mana shu Archabel ekan. Manzara o'ta chiroyli, o'ta shkarni joy ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda tapchalari bor. Bemalol bu yerda shashilab pishirib taomlashlaringiz mumkin ekan. Xo'p, telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Hozir bitta narx-navolarni sizlarga tanishtirib o'tib ketamiz do'stlar. Sizlarga bitta baho berib qo'yasizlar va kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Albatta bu videolarimizni ko'proq tarqalishiga sababchi bo'ladi. Xo'p, do'stlar, narx-navosi haqida qisqacha gaplashamiz. Mana bu ko'rib turgan o'tovlaring sutkasi 14 ming so'm qirg'iz puliga narx aytilyapti. 14 ming so'm bizning pulga taxminan 1 million 400 ming где-то 1 million 800 ming atrofiga chiqadi. Kursi 140 so'm olaverasizlar. Qisqasi 14 ming so'm narx aytilyapti mana bu o'tovga. Bu o'tovimizga 10 tadan 12 nafargacha odam sig'adi. Eplasi 15 nafargacha ham sig'dirsa bo'ladi. Sutkasi 14 ming. Agarda ertalab kelib, kechqurun ketadigan bo'lsalaring 8 ming so'mga ijaraga olishlaring mumkin. Yoki bo'lmasam kechqurun kelib, ertalab ketadigan bo'lsalaring ham 8 ming so'm narx aytiladi. Sutkaga oladigan bo'lsalaring, demak, narx arzon tushadi sizlarga, ya'ni 14 ming so'm. Mana bu joyda manzaraga bitta baho berib qo'yasizlar. Assalomu alaykum, oqsoqollar. Zuymsizlar, charchamay. Yaxshi sog'lik qilasizlarmi? Charchamay. Zuymsizlar. Zuymsizlar. Allohga shukr. O'zinglar yaxshimisizlar? Biz O'zbekistonda, Qo'qonda. Bitta ko'rib bo'ylar so'mka olib ketaylik deb. Zo'r joylar ekan. Qadamjoydan? Ha, yaxshi. Ha. Shahmarda ostida. Ha, yaxshi. Chiroyli joylar ekan. Nazardan oldigan. Yaxshi do'maylar bo'lsa. Xo'p. Nazarga bitta baho beringlar, do'stlar. Mana bu tomonimiz mana Archazor. Haqiqatan ismi jismiga Archabel deyiladi. Eng oxirgidacha shu. Xo'p, telefon nomerlarini yozib qoldiramiz do'stlar. Ichkari mehmonlarimiz bor, sharoitlari, lekin zo'r, gap yo'q. Xo'p, bu yerda idish-tovoqlaringni o'zlari yuvib berishadi. O'tinlaringni beradi. Faqat ovqat qilish o'zlaringni. Hozir oshlarni bitta ko'rib o'tamiz. Xo'p, mana bu dachamiz ham xuddi shunday. Ya'ni narxi bir xil. Sutkasi 14 ming so'mdan. Manzara o'ta chiroyli, do'stlar. Telefon nomerini shu Telegram orqali zakaz qilishlaringiz mumkin. Bu yerga shu zakaz qilib kelmaydigan bo'lsalaring, ozgina joy momib qolar ekan. Shuning uchun iloji boricha telefon orqali bog'lab kelsangiz ma'qul bo'ladi. Do'stlar, manzarani bitta baho beringlar. Fikrlaring kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Xo'p, endi mana bu ko'rib turgan tomonimiz bu Yordon tarafga chiqib ketadigan tog' ekan. Ya'ni aylanib Shohmordonga o'tib ketsa bo'ladigan joy ekan. Lekin biz O'zbekiston fuqarolari bu yoqqa o'tkazmas ekan. Albatta, YouTube, Instagram. Qayerdansan? Men Qadamjoydan keldim. Qadamjoydan. Ayya, sentradan. Молодец. Zo'r joylar ekan. Qizilbuloq? O, Qizilbuloq ayli. Juda zo'r. Xo'p, endi oshxonalarimiz ana bunday. Tog'ifori. Tog'ifori. Lotinchada yozsana? Lotinchada. Lotinchada. Va mana bunday obunachilarimiz ham bor. Qiziquvchi muxlislarimiz. Bizlar oshxonalarimiz ham akkuratni, baho berishlaringiz mumkin. Xo'p, gaz ham bor, xolislar o'tinni ham qilishlari mumkin. Xo'p, tomoq tayyorlash faqat o'zlaringni o'tinlarni beradi, akkuratni joy. Baho berishlaringiz mumkin. Idish-tovoqni o'zlarini yuvib berishadi. Xo'p, endi mana bu so'rilarimiz bor, tapchalarimiz. Bu tapchalarimizda ertalabdan kechqurungacha qolishi 350 so'm. Bitta odamga 350 so'mdan. Bu tapchalar ham shu, mana so'rilarda oldida o'ta salqin, mazza dam oladigan joy. Hozir mana 2026-20 yil sanasi bo'lsa, bizda juda havo issiq, lekin bu tarafda mazza dam oladigan joylar ekan. Xo'p, do'stlar, qisqacha obzorimiz shu. Qo'shimcha ma'lumotlarni
bemalol kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Hammasiga javob beramiz. Dachamiz nomini eslab qo'ylar, Archabel. Egalarining ismi adashmasam Abdulaziz aka deyishdi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Eng oxirgi dacha shu. Bu tomoni bepoyon archizor do'stlar. Xo'p. Do'stlar, videolarimizni tarqatishda bu so'lan qo'shilar. Chunki ko'pchilik yerda borsa, mana shu go'zal joylarni ko'rib, dam olib, albatta mazza dam olib ketish tilakdoshimiz. Salomat bo'lasizlar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Qirg'izistonda Aqqayin yaylovidan barchaga salom.